Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan qariyalar, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar uchun 1 million 500 ming so'mgacha qo'shimcha yordam olish masalasi. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yordamga muhtoj keksa qarindoshimiz bor. Eng muhim, ko'pchilik bunda yordam borligini bilmaydi. Bilganlar esa qayerga borishni, qanday hujjat topshirishni, kimga murojaat qilishni tushunmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot kimningdir real pul olishiga, dori-darmon xarajatini yopishiga yoki ro'zg'orga yengillik bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Avval ko'p hollarda keksalar yordam olish uchun turli idoralar orasida sarson bo'lib yurardi. Kimdir mahallaga borardi, kimdir pensiya bo'limiga, kimdir tuman hokimligiga, kimdir esa bankka borib so'rardi. Natijada bir joy boshqa joyga yuboradi. U joy yana boshqa hujjat so'raydi. Ayrim hollarda pensionerning o'zi yura olmaydi. Farzandlari esa baribir bermaydi deb hujjat topshirmaydi. Shu sababli ko'plab keksalar o'zlari tegishli bo'lgan ijtimoiy yordamdan bexabar qoladi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan boshlab ayrim toifadagi qariyalar uchun 1 million 500 ming so'mgacha bo'lgan moddiy yordam, kompensatsiya yoki qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bo'yicha murojaat qilish tartibi aniqroq ko'rib chiqilmoqda. Men bu yerda juda muhim narsani ta'kidlayman. Bu pul hamma pensionerga avtomatik beriladi degani emas. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. 20 million so'm berilar ekan, hamma olarkan deb o'ylab, keyin bank kartasini tekshiradi. Pul tushmaganini ko'rib hafsalasi pir bo'ladi. Aslida bunday yordam ko'pincha ehtiyojmandlik, yosh, sog'liq holati, yolg'iz yashash, nogironlik, daromad darajasi yoki mahalla tavsiyasi kabi mezonlarga bog'liq bo'ladi. Men sizga buni sodda qilib tushuntiraman. Agar keksaning pensiyasi bor, lekin u yolg'iz yashasa, doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, dori xarajati ko'p bo'lsa, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynalsa yoki oilada ishlaydigan daromad manbai bo'lmasa, unda u qo'shimcha yordam olish uchun murojaat qilishi kerak. Ammo pensionerning farzandlari yaxshi daromadli bo'lsa, uy-joy yaxshi bo'lsa, ro'yxatda ehtiyojmand sifatida turmasa, unda yordam berilmasligi yoki rad javobi kelishi mumkin. Bu rad javob har doim ham sizga umuman yordam yo'q degani emas. Ba'zan hujjat yetishmaydi, ba'zan ariza noto'g'ri yoziladi. Ba'zan oilaviy holat to'liq ko'rsatilmaydi. Avval ko'p yordam turlari alohida yuritilgan. Masalan, moddiy yordam alohida, parvarish puli alohida, yolg'iz keksalarga xizmat ko'rsatish alohida. Nogironligi bor shaxslar uchun imtiyozlar alohida ko'rilgan. Odamlar esa bularning farqini bilmagan. Men pensionerman, demak menga hammasi tegishli deb o'ylagan. Yoki aksincha, men pensionerman, boshqa yordam so'rash uyat deb hech qayerga bormagan. Bugungi yondashuvda esa keksani kompleks ko'rish muhim. Uning yoshini ichida kim bilan yashaydi? Pensiyasi qancha, doriga qancha sarflaydi? Uyda qarovchisi bormi? Nogironligi bormi? Farzandlari yordam beradimi? Ro'yxatda qanday turadi? 1 million so'm deganda ko'pincha bir martalik moddiy yordam ma'lum davr uchun kompensatsiya yoki ehtiyojmand keksaga ajratiladigan qo'shimcha ko'mak nazarda tutiladi. Bu oylik pensiyaga doimiy qo'shib beriladigan summa bo'lishi shart emas. Mana shu juda muhim. Agar kimdir sizga hamma qariyalarga pensiyasiga qo'shib 2 million tushadi desa, darhol ehtiyot bo'ling. Rasmiy manbadan tekshirmasdan hech kimga pasport nusxasi, bank kartasi raqami, SMS kod yoki plastik karta parolini bermang. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan qariyalar e'tibor berish kerak. Masalan, 75 yoshli onaxon bir o'zi yashaydi. Pensiyasi 9 ming yoki 1 million 100 ming so'm atrofida, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda doimiy yordam bera olmaydi. U har oy doriga 300-400 ming so'm, kommunal to'lovlarga 200-300 ming so'm, oziq-ovqatga qolgan pulini sarflaydi. Bunday vaziyatda mahallaga murojaat qilib, ehtiyojmandlik holatini tushuntirish kerak. Agar sharoit tasdiqlansa, u 5 million so'mgacha moddiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, nogironligi bor keksalar. Masalan, 60 yoshli ota birinchi yoki ikkinchi guruh nogiron, yurishi qiyin, parvarishga muhtoj. Pensiya oladi. Lekin qo'shimcha dori, analiz, shifokorga borish, transport xarajatlari bor. Bunday holatda faqat pensiya bo'limi emas, mahalla tibbiyot muassasasi va ijtimoiy xizmat ko'rsatish markazlari bilan ham ishlash kerak. Chunki ayrim yordamlar
sog'liq holati asosida, ayrimlari esa ijtimoiy ahvol asosida beriladi. Uchinchi toifa kam ta'minlangan oilada yashaydigan qariyalar. Masalan, bir oilada takvim yoshli buvi, ishsiz kelin, vaqtincha ishlayotgan o'g'il va 2 nafar maktab o'quvchisi bor. Oilaning umumiy daromadi yetarli emas. Bu holatda faqat buvining pensiyasi emas, butun oilaning daromadi hisoblanadi. Agar oilaning jon boshiga to'g'ri keladigan daromadi past bo'lsa, moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa yoki boshqa qo'llab-quvvatlash ko'rib chiqilishi mumkin. 4-toifa davolanishga muhtoj keksalar. Masalan, qariya operatsiya bo'lishi kerak, ko'ziga davolanish kerak, yurak dorilari doimiy kerak yoki reabilitatsiya xarajatlari bor. Agar shifokor ma'lumotnomasi bo'lsa, retseptlar, analizlar, davolanish bo'yicha tavsiyalar bo'lsa, ariza kuchliroq asoslanadi. Men doim aytaman, men qariyaman, yordam bering degan ariza bilan men 2 yoshdaman, yolg'iz yashayman, pensiyam 20 million so'm, har oy doriga 4 ming so'm sarflayman. Shifokor tavsiyasi ilova qilindi degan ariza bir xil emas. Ikkinchi holatda murojaat ancha aniq va isbotli bo'ladi. Agar keksaning pensiyasi yetarli bo'lsa, oilasida doimiy daromadli farzandlari bo'lsa, yashash sharoiti yaxshi bo'lsa, hech qanday alohida tibbiy yoki ijtimoiy muammo bo'lmasa, u holda bu yordam aynan unga berilmasligi mumkin. Bu yomon narsa emas. Chunki ijtimoiy yordam birinchi navbatda eng qiynalayotganlarga yo'naltiriladi. Shuningdek, agar siz allaqachon mahalla orqali moddiy yordam olgan bo'lsangiz, yana bir marta olish imkoniyati bor yo'qligi hududingizdagi tartibga va ajratilgan mablag'ga bog'liq bo'ladi. Ba'zi yordamlar bir martalik bo'ladi. Ba'zilar esa ma'lum muddatdan keyin qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Ro'yxatda turish. Ayrim keksalar amalda bir joyda yashaydi, lekin doimiy ro'yxati boshqa tumanda. Masalan, bu Toshkentda qizi bilan yashaydi, lekin ro'yxati Qashqadaryoda. Bunday holatda ariza qayerga beriladi? Yordamni qaysi mahalla ko'rib chiqadi? Bu savollar muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun avval doimiy ro'yxat va yashash joyi masalasini aniqlashtirish kerak. Agar vaqtincha yashash joyi bo'yicha xizmat olish imkoniyati bo'lsa, buni mahalladan aniq so'rash zarur. Birinchi katta xato pul avtomatik tushadi deb kutish. Ko'p hollarda bunday yordam uchun ariza kerak bo'ladi. Arizasiz, hujjatsiz holat o'rganilmasdan pul ajratilmaydi. Shuning uchun kutib turaylik, o'zi tushadi deyish bilan vaqt yo'qotiladi. Ikkinchi xato, faqat og'zaki murojaat qilish. Mahallaga borib, bizga yordam kerak deb aytib chiqib ketish yetarli emas. Yozma ariza qoldiring. Arizangiz kirim qilinganini so'rang. Agar elektron tarzda murojaat qilish imkoni bo'lsa, uning raqamini saqlab qo'ying. Keyin javobni talab qilish oson bo'ladi. Uchinchi xato, hujjatlarni to'liq bermaslik. Pasport yoki ID karta nusxasi bor, lekin pensiya miqdori haqida ma'lumot yo'q. Yoki kasallik bor, lekin shifokor ma'lumotnomasi yo'q. Yoki yolg'iz yashaydi, lekin mahalla dalolatnomasi tuzilmagan. Bunday hollarda komissiya asos yetarli emas deb rad qilishi mumkin. 4-xato, firibgarlarga ishonish. Hozir 1 million chiqarib beraman, kartangizni yuboring, SMS kodini ayting, arizani tezlashtirish uchun pul bering deydiganlar uchrashi mumkin. Hech qachon karta parolini, SMS kodini, bank ilovasiga kirish ma'lumotini bermang. Davlat yordami uchun sizdan oldindan pul talab qilinmaydi. Agar kimdir men pul chiqarib beraman, lekin 200 ming so'm xizmat haqi berasiz desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy yo'l bilan murojaat qiling. 5-xato, uyat bo'ladi deb yordam so'ramaslik. Men ko'p ko'rganman, ota-onalar farzandlariga og'irlik qilmaslik uchun yordam so'ramaydi. Mahallaga bormaydi, dori ichmay yuradi. Ijtimoiy yordam so'rash uyat emas. Bu qonuniy imkoniyat. Agar inson mehnat qilgan, pensiyaga chiqqan, hozir qiynalayotgan bo'lsa, davlat va jamiyatning qo'llab-quvvatlash mexanizmidan foydalanish tabiiy. Birinchi qadam. Qariyaning holatini aniq yozib chiqing. Yoshi nechida, kim bilan yashaydi, pensiyasi qancha, boshqa daromadi bormi, har oy asosiy xarajatlari qancha, sog'lig'ida qanday muammo bor, parvarishga muhtojmi, farzandlari yordam beradimi? Buni oddiy daftar varag'iga yozib oling. Keyin ariza yozishda adashmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, tibbiy ma'lumotnoma bo'lsa shifokor xulosasi, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat. Yolg'iz yashash holatini tasdiqlovchi mahalla ma'lumotnomasi yoki dalolatnoma. Har bir hududda talab biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalladan aniq ro'yxatni so'rab oling.
Uchinchi qadam mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Eng birinchi murojaat joyi ko'pincha mahalla bo'ladi. Mahallada hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, ijtimoiy xodim yoki rais orqali holat o'rganilishi mumkin. Siz 1 avgustdan keksalar uchun uldi. 5 million so'mgacha yordam haqida eshitdim. Bizning holatimizni o'rganib, modda yordam ajratish masalasini ko'rib berishingizni so'rayman deb ariza yozishingiz mumkin. 4-qadam, arizada umumiy gap emas, aniq holatni yozing. Masalan, men faloncha 44 yoshdaman, yolg'iz yashayman. Pensiyam 20 million ming so'm. Har oy qon bosimi va yurak dorilarga o'rtacha 380 ming so'm sarflayman. Kommunal to'lovlarim 220 ming so'm atrofida. Farzandlarim boshqa viloyatda. Doimiy yordam berish imkoniyati yo'q. Shu sababli menga moddiy yordam ajratish masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday ariza tushunarli bo'ladi. 5-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Og'zaki topshirdim deb ketmang. Ariza nusxasiga qabul qilingan sana va mas'ul shaxs imzosini qo'ydirish mumkin. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu keyin javob chiqmasa qayta so'rashga yordam beradi. 6-qadam, uy sharoiti o'rganilishiga tayyor turing. Ko'p hollarda mas'ullar kelib, yashash sharoitini ko'radi, dalolatnoma tuzadi. Uyga kelganda real holatni yashirmang. Lekin bo'rttirmang ham. Dorilarni, retseptlarni, kommunal to'lov kvitansiyalarni, pensiya tushumini ko'rsating. Shunda komissiya qaror qabul qilishi osonlashadi. 7-qadam, javobni kuzatib boring. O'zlari chaqiradi deb 1 oy, 2 oy kutib yurish noto'g'ri. Belgilangan muddat ichida javob bo'lmasa, mahallaga qayta boring, ariza holatini so'rang. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma tarzda so'rang. Sababini bilsangiz, hujjatni to'ldirib qayta topshirish mumkin. Birinchi misol. 78 yoshli otaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 200 ming so'm. U har oy diabet dorilariga 200 ming, qon bosimi dorilariga 200 ming, kommunal to'lovlarga 2 ming sarflaydi. Oziq-ovqatga pul yetmaydi. Agar u shunchaki pul kerak desa, holat umumiy ko'rinadi. Lekin pensiya miqdori, dori xarajati, shifokor ma'lumotnomasi, yolg'iz yashash haqida dalolatnoma bilan murojaat qilsa, unga 50 million so'mgacha bir martalik yordam ajratilishi ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Ikkinchi misol, 70 yoshli buvi o'g'li bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishlaydi. Kelini ham daromad qiladi, uyda mashina bor, pensiya ham bor. Bu yordam so'rasa, komissiya oilaning umumiy ahvolini ko'radi. Bunday holatda faqat yoshim katta degan asos yetarli bo'lmasligi mumkin. Chunki yordam eng avvalo ehtiyojmandlarga beriladi. 3-misol, 6 yoshli pensioner operatsiyadan chiqqan, vaqtincha parvarishga muhtoj, farzandlari bor, lekin biri ishsiz, biri boshqa shaharda. Tibbiy xarajatlar ko'paygan. Bunday holatda shifoxona hujjatlari, epikriz, retsept va xarajatlar bo'yicha ma'lumotlar muhim. Vaqtinchalik og'ir ahvol ham moddiy yordam uchun asos bo'lishi mumkin. 4-misol, qariya ro'yxatda boshqa tumanda, amalda boshqa joyda yashaydi. U mahallaga boradi, lekin siz bizning ro'yxatda emassiz deyishadi. Bunday vaziyatda darrov qo'l siltamaslik kerak. Doimiy ro'yxatdagi mahallaga murojaat qilish yoki vaqtincha yashash joyi bo'yicha qanday tartib borligini aniqlash lozim. Ba'zan bitta hujjat yoki ma'lumotnoma masalani hal qiladi. Yordam miqdori hamma uchun aynan 1 million 500 ming so'm bo'lmasligi mumkin. Gacha degan so'zga e'tibor bering. Kimdir 5 ming olishi, kimdir 1 million olishi, kimdir 20 million olishi, kimdir esa rad javobi olishi mumkin. Bu hududdagi mablag' komissiya qarori, ehtiyoj darajasi va hujjatlarga bog'liq. Yana bir nozik jihat, yordam olish pensiyani to'xtatmaydi. Ko'pchilik moddiy yordam olsam pensiyam kamayib qoladimi deb qo'rqadi. Odatda bir martalik ijtimoiy yordam pensiya huquqini bekor qilmaydi. Lekin har bir to'lov turining o'z tartibi bor. Shuning uchun aynan qaysi yordamga ariza berayotganingizni so'rab oling. Agar siz rad javobi olsangiz, bu oxirgi nuqta emas. Rad sababini aniqlang. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetarli emas, yashash sharoiti tasdiqlanmadi, bu toifa bo'yicha mablag' ajratilmagan kabi sabablar bo'lishi mumkin. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirasiz. Agar holat noto'g'ri baholangan deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki xalq qabulxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Ko'p hollarda farzandlar yoki yaqin qarindoshlar yordam berishi mumkin. Chunki keksaning o'zi yura olmasligi, yoza olmasligi, idoralarga bora olmasligi mumkin. Lekin ariza kim nomidan berilayotgani aniq bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma talab qilinsa,
uni rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Amalda esa mahalla ko'pincha oila a'zolari bergan ma'lumot asosida holatni o'rganadi. Shuning uchun farzandlar befarq bo'lmasin. Ota-onangizning hujjatlarini tartibga soling. Pensiya kartasi ishlayaptimi? Shaxsiy hujjatlari muddati o'tmaganmi? Tibbiy ma'lumotlari bormi? Bularni tekshiring. Men ekspert sifatida sizga shuni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda rasmiy manbaga tayaning. Mahalla tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki ishonch telefonlari orqali aniqlashtiring. Ikkinchidan, hujjatlarni oldindan tayyorlang. Uchinchi, arizani aniq va raqamlar bilan yozing. To'rtinchi, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Beshinchi, rad javobi olsa ham sababini bilmasdan to'xtamang. Agar sizning oilangizda 6 yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan, nogironligi bor, davolanishga muhtoj yoki kam ta'minlangan keksa inson bo'lsa, bugunoq uning holatini tekshirib ko'ring. Keyin boramiz deb kechiktirmang. Chunki ba'zi yordamlar ajratilgan mablag' doirasida beriladi. Vaqtida murojaat qilgan odamning ishi tezroq ko'riladi. Demak, avgustdan qariyalar uchun 20 million so'mgacha qo'shimcha yordam narsa shuki, bu pul hamma pensionerga avtomatik tushadigan pensiya qo'shimchasi emas, balki ko'pincha ehtiyojmandlikka qarab ko'rib chiqiladigan moddiy yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Uni olish uchun mahallaga murojaat qilish, hujjatlarni tayyorlash, arizani aniq yozish va javobni kuzatib borish kerak. Agar sizda shunday holat bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz, qariyangiz necha yoshda, yolg'iz yashaydimi yoki oilasi bilanmi? Yordam olishda qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p beriladigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning ro'zg'origa katta yordam bo'lishi mumkin.